I norra Afghanistan fortsätter Yardems familjefadderprojekt att ge stöd till utsatta familjer i staden Darsab. Under mars och april 2026 har 5 familjer fått 2 månaders stöd genom Jevdets bidrag. Varje familj har mottagit 1000 kronor för månaderna mars och april, vilket har hjälpt dem att täcka sina mest grundläggande behov. Jevdet hjälper följande familjer: Omaira med 3 barn, Suheila med 3 barn och Gulsha med 5 barn, Shahzade med 10 barn och Gulpire med 5 barn. Genom stödet har Yardem levererat livsnödvändiga matvaror till familjerna, såsom ris, mjöl, matolja, bönor och socker. Mana shu bunyodiy yordam tarafidan marsh bilan ifrildi mayda chidasini olib keldim sizlarga. Xo'sh, buni yeshitdi balaginam Kamal topinglar, hammang o'zga ketinglar. Shu sag'illarni shundoq qilsanglar, sizlar Parvardigorim mingan tayyaralaring tilla bo'lsin, chuchib pushlaring bilan qavm xeyslar bilan hammalari birday duo qilib balaginam ozod bo'lib yuringlar balajon. Mayda katta hajga ketinglar bala. Sag'illarni shundoq qilib, shunday sarbara qilsanglar, sizlarga himmat, g'ayrat bersin, ko'myoq bo'linglar, sarbaland bo'linglar. Meniki sag'illarimni nima qilsanglar, Xudojon himmat bersin. Mushaqqatlar hammasiga salom ayting, Kamal topsinlar. Humaylar yetishdi balagina. Bunyodiy yordam tarafidan marsh bilan ifrildi mayda chidalarni berbakan olib keldim sizlarga. Bizlarga mavatlar yeshitdi, buni mavatlarni tavla oldi, bizlarga mavatlarni yeshitdi, xabazadi yo'qlasa Xudojon bundan ham izofa qilsin, yavasini Xudojon bersin. Bizlarga so'rasa ularga Xudojon bundan ham ko'proq deb beradi Xudo. Mavatlarni bizlarga shidama bersalar bo'ladi, bizlarga o'zat yo'qlari, yaxshi mavatlarni ham berib tursalar bo'ladi, xo'sh. Bunyodiy yordam tarafidan ifril bilan marshni mayda chidasini berbakanlar olib keldim. Asmobi on punulara bakıramak kısın, bereket topsunlar. Bundan hem izafa kısın. Hala olanlarını, çocuklarını, doğularını kurmasın. Amin can sağlığı, hoşçakalın versin. Kulağım bizardı, ula kullasa, ula da Allah kullasın. Vaya kulağında bereket topsunlar. Çoğu ayetiken kapmışlar, ama şunda kımmatçılığı, ama narsanı mabzadan işi yordamlara, işin çalışır. Kumaylanı da ama versinler, ama işin çürüme faiz kız bırakın. Yordam tarafidan Javdat inaqabiz marsh bilan ifrildi mayda chidalarni berbakan olib keldim. Şakir yordamı tarafından bize verilmektedir. Javdat inaqabiz shuncha ko'maklarni qiladi. Mana xeyli vaqtlardan beri bizlarda guzoranimiz ko'p yaxshi o'tib yotibdi. Bundan albatta umid qilamizki, ko'maklari bo'lsa bizga yetishtirsa da umid qilamiz. Mana xeyli vaqtlardan beri guzoranimiz ko'p yaxshi, mashallah. Bizga ko'mak qilsa Allohjon bularga ko'mak qilsin. Har orzulari bo'lsa Allohjon o'zi yeshittirsin. Allohjon har mushkulotlari bo'lsa hal qilsin. Allohjon yetini bizga ko'mak qilsa, bizga bersa, bularga yovozini Allohjon o'zi bersin. marsh bilan ifrildikini berbakanlar men mayda chidalarni olib keldim. Ama bize taslim aldık yetişti aldık oğlan. Bundan hem bize bakısıyla bize yoklayan mesela yarı Xudo yoklasın. Bundan hem Xudo'nun martabalarını baland kılsın. Safir kağırda duasını mesela Xudo'nun bundan hem bize bakılsın. Mana shunda ilamalarni ko'may berib tursinlar, ko'maklarni mana shu sag'illarga qancha biza nima bo'lib turib bizga ko'may berganini berib o'zimiz yaxshi nima o'tib turibdi olgan sog' bizlar ularni bundan ham biza baksin bizga bergan bizlar ularga Xudo'nun bundan ham biza bakilib bersin. I en region där många lever under svåra förhållanden betyder detta stöd mycket. Genom familjefadderprojektet får familjerna i Darsab en tryggare och mer värdig tillvaro.